Assalomu alaykum. Ogabek Live kanalining obunachilari. Ana endi bugun biz bitta o'yin o'ynaymiz. Bu to'g'risi stream emas. Hech qanaqa stream qilinmayapti, lekin video kontent chiqarilishi kerak. Har gal kirganimda internet qotishi yoki shunga o'xshash sabablar bilan vaqtincha nima deydi? Qotishlar bo'lyapti. Qanaydir YouTube bo'yicha yoki boshqa bo'yicha balki boshqa narsaga bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun prosta ekran zapis qilib joylamoqchi bo'lyapman. Shunchaki bitta ekran zapis qilib, chiroyli qilib chiqarmoqchi bo'lyapman. Lekin streamdan kam joyi bo'lmaydi. Like, podpiska, keyin tanishlar bo'lsa tarqatib, o'sha o'zimiz zonadagilar bo'lsa tarqatib qo'ysanglar bo'ladi. Birinchi safar hozir Level Devil o'yinini oxirigacha yakunlab YouTube'ga joylayman. Undan keyingi xudo xolasa streamlarimizda hamma narsasi yaxshilansa, Kezikka o'yinini cheat qo'yib, cheatlar bilan hamma dushmanlarni bitta yo'qotamiz. Bunday bo'lganda pro o'yinchiga o'xshab o'ynab beraman. Cheatsiz o'ynay olmadim, to'g'risi o'ynashga harakat qilib ko'rdim, boshqa qilib ko'rdim, lekin o'ynash juda ham qiyin ekan. Bo'lmasa vaqt cho'zmasdan boshladik. Xo'p. Level Devil VIP o'yinidan boshlaymiz. Shunaqa yozsak, bizga web versiyasini chiqarib kelar ekan. Web versiyasini 1-2 marta boshini o'ynab ko'rdim. Qolgani bosh unchalik qiziq bo'lmasa ham, qolgan joylari ozgina emotsional bir juda ham bir qiziq o'tadi degan umiddaman. Xo'p, bo'lmasa boshlanish kerak edi. Aytdim-ku, mana internet qotishi ozgina o'sha sabab. Xo'p. Prosta yurish, sakrash bo'ldi. Boshqa hech qanaqa tugma yo'q. Ko'rdinglar? Pastda misol uchun chiqib kelishi, boshqa bo'lishi, bu narsa salgina qiyin. Eslab qolsanglar bo'ldi. Bundan bir marta o'ldinglarmi, xatodan xulosa chiqarib, bundan sakrab qolsanglar yoki mana bunaqa holat kelgan emas. 2 marta bitta xatoga tushish. Sakrashga ulgurmay qoldim ikkinchi martasi. Sakradik. Ulgurib qoldik. Hoppa. Sezib qoldim. Xo'p, ikkinchi level boshladik. Tak. Har bittasiga ehtiyot bo'linglar. Har bitta. Endi oxiriga kelganda yutqizib qo'yish juda ham yomon. O'zim ozgina qo'rqib o'ynayapman. To'xta, bu xavfni ko'ziga qarab o'ynash kerak-da buni. Nima bor? Oqalangalar. Nimaga bu yoq qoldirilgan? Mana sabab. Voy. Ozgina qoldi. Xo'p, nimadir bor-da. Aytdim-ku. Xo'p. Ana endi bu yog'i ozgina qiziq ketadimi deb o'ylayman. Hoppa. Hoppa. Sakrab qolish kerak ekan. Mayli. Keyingisi. Ey.
Baribir oldim. Baribir oldim. Eng oxirgisi ekan. Hop. Mana uni olsanglar, mana tepadagini olsanglar pastga tushib ketadi. Mana bunday hop. O'tib ketinglar, sekin sakrab turib olinglar. Bo'lmasa xolilarga maymunlar yig'laydi. Ha, yep. Izvatsiya-da. Izvatsiya. Hadi ya. Nima qildim? Ha, bo'ldi, orqaga yurib ketdim. Hoppa. Yaxshi. Hozircha. Hech narsa bo'lmadi. Hech narsa bo'lmadi. Nimaga? Nimaga? Palakat. Bu sakraydiganda endi. Bu o'yinda har narsa bo'lishi mumkin. Misol uchun uzoqqa sakrash. O'rtasiga. Ko'rdinglarmi? O'zidan o'zi orqaga yurib ketyapti bu. Qaranglar, o'zidan o'zi orqaga yurganda sakrab qolish kerak ekan. Aytdim-ku, sakrab qolish kerak. Xo'p. Sup qiladi. Sup qiladi, sakrab qolasizlar. Sup qiladi va yutasizlar. Xo'p, keyingisi. Qo'rqib ketdim. Qo'rqib ketdim. Qaranglar. Shaq etdi shu yerda nimadir qo'rqib oldim men. Yurib ketadimi deb o'ylabman. Sakrab ustiga qo'niladi. Buni ham ustiga chiqilar ekan, buni ham ustiga chiqilar ekan, buni ham ustiga chiqilar ekan va sakrab qolinar ekan. Epchil bo'lish kerak. Mana shu urovingda ko'pchilik qolib ketadi. Ha, hayret. Sakra. Yaxshi. O'tdik. Keyingisi sakrab qolamiz. Xo'p, keyingisi. Shu boshdan boshlanishi yomon-da. Esdan chiqib qolaveradi. Nogiron. Balandga sakrash kerak edi. Ha, bu sakrat. Yaxshi. Qo'rqib ketdim to'g'risi. Xo'p. Nima bor shu yerda? Biluvdim-a?
narsa yo'q. Hop boshladik. Nima bo'ldi hozir? Yetmas ekan. Kutish kerak-da, to'g'rimi? Kutib kelmasa bu yoqdan ham sakraveringlar. Ha, uzr. Просто test qilib sakrab ko'rdim. Bu yoqdan ham foydasi yo'q ekan. Xayriyat-e. Yugur. Shu o'yinda ana Fezot yana bir ikkitasini streamida ko'rgandim-da, mana shu qismini. Bo'ldim. Tak. Sakra. Sakra. Ul. Fatala futu. Yaxshi, ozgina qoldi. Og'riydi. Tegadi-da, hozir beqi yursam ham tegadi, beqi yursam ham tegadi. Xo'p. Sakramaslik kerak mana shu yerda. Tak. Shoshilmaslik. Shoshilmasdan. Kichkinagina joy, o'zim ham og'riqlab ketdi-da. Ana endi semiz. Shpakat yo'q, tushib ketadimi? Insof. Hop. Kirdi. Xayriyat. Yaxshi. Chat bo'lmasa qiyin-da. Chatda nimadirlar yoziladi. Gaplashiladi. Ozgina bo'lsa ham odamlar bilan osonday. Nimadir bo'ldi-da. Shpakat yoyib boryapti-da, ikki tomonga cho'zilib, manamda bu. Shoshildim. Hoppa! Yedi. Sakat bilet. Stream tomosha qilganlar bu o'yinda 5 qo'lday biladi, lekin o'ynash qiyin. Kompyuterda o'ynashda ko'proq maslahat beraman. Sabab o'ynash oson, ana telefon ko'p odam nurlantirar ekan. Kompyuter ham nurlantiradi, uzoqroqda bo'lishlaring kerak va kerakli himoya bilan. Aytdim-ku, mana device kuchli bo'lsa, mesela oldindan ko'rasizlar nima bo'lishini. Arrabmi nimadir borda. Hech narsa yo'q ekan. Hoppa. Yedimi?
Bunisini ham bossam. Endi 3 yurar ekan. Nimadir bo'ldi. Oh, xayr. Yuragim chiqib ketdi. Qo'rqib ketdi. Ay, billah. Nimandir aldadim hozir. Voy. Qo'rqib ketdim. Vo, oxirgi soniyalarda. Nimadir bor. Hoppa! Hayajon. O'ldirmadi-ku. Teksa o'ldirmaydi. Palakat. Teksa o'ldirmaydi. Pastagina. O'ldirar ekan. Ikkinchisi. Uchinchisiga ham ishonch yo'q. Uchinchisi. Hoppa! Oxiri yeb qoldi. Oxiri qoldi, ozgina. Ketma-ket sakrashda bosinglar mana shu yerga kelganda. Ana tugmani bosish kerak pastdagi. Keyin Hop. Yana. Qaytayotganda ana birinchisiga borish kerak, tepasiga. Birinchisiga boraman. Aldanmayman. Xayriyat. Yetib oldim. Bu oyunda yutqizish ilojsiz, adashmasam. Yo, iloji bor ekan. Hozir bittasiga tegib ketsam qarg'ayman demoqchi edim. Aldanma. Endi mana shunisiga bo'lmasligi kerak. Aytdimmi? Yoki pastroqqa siljiydimi, nimadir bo'ladi-da. Aytganimday. Marazlarcha. Marazlarcha izdivachiyada bu. Yo'q, qo'lim og'rib ketdi bori. Palakat sal qoldi. Shu tepadan to'g'ri borish kerak.
To'g'ri borish kerak edi. Oxiriga bir 4 tami qolgan ekanda. Xayriyat. Xayriyat. Nima bo'ldi? Nima o'zgaradi? Ana video bor, tog' echkisi tog'ni uchiga chiqadi. Qanaqasiga deydi? To'xta, nima qilish kerak? Hop. Ay! Ha, mana tugma. To'g'ri borsam yutarkanman. Arralar. Ay! Tushib ketma. Oxir ikkita qoldi. Ikkitani tugatib, sразу YouTube'ga joylaymiz. Esimdan chiqdi. Esimdan chiqdi. Sirpanar ekanda bu. Sirpanar ekan. Yurmasam ham sirpanyapti. Oy, yurma, sakra undan ko'ra. Hop. Voh! Eslab qoldim hammasini esladim. Ma. Kut va sakraymiz. Lekin bunisi emas, bunisi ekan. Bo'ldi. Hop. Asap.
ustiga chiqib borish kerak edi. Hop. Ey! Xayriyat-e. Sakray. Bu oxirgi soniyalarda. Oxirgi soniyalarda, bu nima? Qoch, sразу. Endi bu yoqdan keladim hozir. Voy. Voy. Qaranglar. Eng ko'p asab bo'ladigan o'yin qismi mana shu bo'ladi. Eslab qolinglar mana shu joyni. Tarixga muhrlaydi. Hop. Ikkitada kim o'tib bera oladi? Mana shu yerdan ikkitada kim o'tib bera oladi? Ikkita urinishda. Ha. Ne? Xayriyat-e. Xo'p, yaxshi. Bak. O'tdik. Voy. Ya to'xtanglar, bu o'tish kerak edi. Orqadan kelamiz. Chunki yo'l ochildi-da bu yoqdan. Zo. Labirint. Tez bo'lish kerak, faqat tez, juda tez. Ey! Juda tez. She'rda arra ham paydo bo'ladi hozir dedim-ku. Arra yonboshda kutib turibdi-da. Esidan chiqdi. Bu yoqdan paydo bo'lishi esidan chiqdi lekin. Ulgurasan endi. Qaqa. Voy! Oxiri. Nima bor? Kutamiz, qochamiz. Yana nimadir kutib oladi. Voy! Nimadir bor-da. Aytdim-ku.
Hop. Hop. Hoppa! Hop. Tushib ketadimi shu yerdan? Bilat. Uzr. Hayajonlanib ketdim. Hayajonlanib ketdim. Ay bala. Bu yerda hop. Yaxshi. Hop. Hop. Bilardim. Oy. Hop. İki marta. Yaxshi. Shuni nimadir bor. O. Hoppa. Oxiriga keldingmi? Yo'q. Voydat. Oxiri. Wo! Nima bu? Men o'yin tashqariga yo'l. O'yin tugadi. O'yin полностью tugadi. Endi foydasi yo'q. U yoqqa boramanmi, bu yoqqa boramanmi, foydasi yo'q. Bar yo'qolib boshdan paydo bo'laveradi. Ya'ni Kore aka nimadir Adam degan bola tomonidan yaratilgan o'yin. Bolami, odammi? Xullas Kes 2 dan o'yin bo'ladi. Попробуйте iloji boricha cheat bilan cheatni aralashtirib ozgina bir pro o'yinchilarga o'xshab o'ynaymiz. Agar полностью agar yutadigan bo'lsak, bu yoqqa PUBG ga ham bir cheat izlashtirib ko'raman. Pulli bo'lsa ham, bepul bo'lsa ham. Game loopga iloji boricha bir cheat o'rnatib, o'sha qilib o'ynab ko'ramiz. Muhimi PUBG o'ynashni boshlang'ich hozir tashladim lekin bolalar. Hammaga omad, kattakon rahmat.